O'zimga olmas qilish yasab oldim. Topdim, oldim, yasab oldim. Olib turib, nima bunaqa ham o'tyapti. Buni qanday qiladi? Umuman tushuna olganim yo'q. Qanday ishlaydi bu? Agar bunday qilsam nimadan o'tadi? Endi bo'ltaran. Ha, tushundim. Birinchida turganidan o'tadi. Endi xo'p, bo'ldi, ishlayapti. Menga bera olmasqash. Shuncha kishi shartmi? Hamma tutib o'ldirdi. Bu portalli xona qayerda qoldi? O, bu yerda kutubxona bor ekan. Kutubxonada esa sandiqning ichida. Bu bilan aslahalarni bezatsa bo'ladi. Yana menimcha bu uchun bizda hamma narsa yetarli va menimcha shunday yasalardi. Bunday emas ekan, demak, mana bunday. Xo'p, bo'ldi, yasaldi. Buni yasadik. Endi esa bosh kiyimni bezatamiz. Yo'q, buni bezatish uchun bir xil material kerak. O'zi kodamizku yer topib kelamiz. Bo'ldi, redstone topdim, yo'l ketdik. Qaytamiz, bo'ldi, bezatib o'ramiz qizilga. 3-4 ta tashachi redstonedan qishloqqa. Bo'ldi, aytgancha qishloqqa. Sendan u yo'qmi? Aslahani kattasi bo'ladi-ku, o'zbekchasiga qanaqa bo'lishini bilmayman. O'shani tashavvur. Chunki bunga ancha chiroyli bo'ladi, chunki kattaligi uchun yaxshi ko'rinadi. Bundan solamiz redstone va eng muhimi. Go'zallik qara, buni qara, o'rtasida ko'zi bordek. Ha, portalni ochadigan ko'z bor-ku o'sha. Qayerda qoldi bu xona? Mana to'ptib bo'ldi, mana sher bo'lish kerak. Ha, mana sher ekan. Spamni darhol sindiramiz. U bizga umuman kerak emas. Qo'ysanglarchi. Mana bo'ldi, to'xtatdim. Mana senga. Mana suvni bu yerga qo'yib turamiz. Lavaga cho'milishga nima deysan? Bitta lava senga, bitta lava senga. Har biringa alohida. Endi esa vaqt ishlatib o'ramiz. Hammasi o'ldi. Hammasi emas, menga bittasi tashlashyapti. Nima qilyapti? Sen biroq gaplarni tushunmaysan. Biroq gaplarni ko'chani bolalar tushunadi. Yana bir ikkita ko'zni qo'ysam, men qotirib qo'ydingmi meni yana? To'xtab tur, ataylab qo'yarim yo'q. Bo'ldi, oxirgilarni qo'ysam, tayyor. Bitta yetmay qoldi-ku. Vohma qilma, menda bor. Mayli, bo'lmasam mana bu ender marvaridlarni ushla. Kerak bo'lib qoladi. Biror nima bo'lsa shart to'xtasan, qaysidir go'rga men tushib ketdim, la'nati. Xo'p, bu yerda o'lmasi kerak. Endi dragon kelib otib o'rmaydi degan umiddaman meni. Vaqt qotirdim. Qishloqqa senda ham vaqt qotdimi? Yo'q, bu yerda hammasi chotki. Lekin aytib qo'y, o'lib qolsang spamda paydo bo'lasan, bosmadan yotoqda. Bu yerda qotib qoldim. Ozgina qotib tur, men asosiy orolga o'tib olay, lekin blogim uncha ko'p emas. Bo'ldi, mana shu yerdan ender marvaridni o'taman va vaqtni ham ishlatish kerak. Water drop qilaman degan umiddaman, qila olaman. O'lmasdim-ku, babzur. Mana shuni oxirigacha qurib qo'ysang, piqillab joning ketardi-ya. Ender marvaridini o't. U hali kerak bo'ladi. O'lmasam men kristallarni sindirishni boshladim. Yaramassan. Umid qilamanki, bu bilan sinasan. Sindi, bo'ldi. Endi bunisini ham. Sen yo'q qilaman. Bunisi ham ketdi. Endi dragon. Jonini yaxshigina olyapti. Balki kristallarni sindirishim shart emas. Qishloqqa nima deysan? Endi o'tmay qoldi. Mayli. Kristallarni ham xarakterga qarshi sindiramiz. Sen oddiy dandalalarni sindir, men mamlaqa o'rab qo'yilgan kristallarni sindiraman. Vaqtni to'xtat. Qachon? Sen o'lgandan keyin to'xtatasan. To'xtatma, qo'y endi. Senga bitta narsani to'xtat, bitta vazifang bor edi. Vaqt to'xtadi, shunga ham kalla qo'yding. Seni o'lib qolgan edi. Meni nima aybim bor? Mana bu ender dragonni o'ldirish kerak edi. Qani ishlatib ko'raylik-chi? Yo'q, vaqtni qo'yib 5 sekund o'ldirib qo'ysa bo'larkan buni. Vaqtni qo'tir. Xo'p, qo'tirding. Ha, va buni sababi men bot emasman. Hozir buni qo'yib yuborsam agar, mana endi dragon qo'shib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri, boshqa joyda qotirish kerak uni. Qishloqqa seni enderman qilyapti. Bo'ldi, to'xtatdim. Mana senga enderman. Endi tangiga suv ham quyib yuboraman. Bo'ldi, tamom. Shunday soatni bos, o'sha paytda men bosaman. 1, 2, 3. Bo'ldi, tamom, buni o'ldiraman men endi. Men bu kallarni qo'yib yubordim-ku, hammani yana almashtiramiz. Bos. Bo'ldi, tayyor. Bitta uraman. Chacha. Va endi hal qiluvchi zarbani beraman. Chacha. Bo'ldi, tayyor. O'ldi bu enderman. Bitta endermanga shuncha muammo qildik-a. Ha, ender dragon, men seni ushladim va hozir seni o'ldiraman. Faqat bitta zarbada emas deb umid qilaman. Va seni hali ko'p fayt o'ldiramiz. Qiynab, azoblab. Men ham hozir kalla otib tashlayman.
qarab tur, aylanasidan bu Ender Dragonning o'lim halqasini ham tovlanadi. Xullas yetadi. Qara, bir ikki bundan chiroylisini topish qiyin internetda. Endi mening galim, endi men qilich halqasi qilaman. Qani boshlandi. Negadir meniki dumaloq chiqmayapti. Sen qanday dumaloq qilding? Meniki qanaqadir jinicha chiziq bo'lib qolyapti. Hech qisi yo'q, o'xshasa egasiga o'xshabdi. Ba'zi bir xil narsalarga shunchaki e'tibor qaratmaslik kerak. Bo'ldi, qilich halqasi tayyor. Endi yo'q qilib tashlash vaqti keldi. Tayyor. Juda tezlikda o'lib ketdi Ender Dragon. O'zi ham tushunmadi nima bo'lganini. Men bu kristalni sindirmasdan hech qayerga ketmayman. Ben senga qancha qarash ko'rgirdim, yaramas. Tuxumiga o'tsa nima bo'larkan, balki joy-joy chiqar. Otib ko'rish kerak. Yana ko'proq otamiz. Otish payti yetib keldi shekilli, sakra qishloqqa. Obuna bo'linglar.